Ekranda qo'yilayotgan Tantarbiya klubi programmasi orqali sizlar bilan yana bir qatim diydorlashganligimdan intayin xushalman. Men programma riyosatchisi Gulnur G'ayrat. Hurmatli ko'ruvchi do'stlar, Tantarbiya sohasi kun sayin olqishga erishayotgan mana shunday vaqtda basketbol sohasida zo'r utuqlarga erishgan bir o'g'lonimiz bor. U bo'lsa Shir Alijon Muxtar. Ko'ruvchi do'stim, programmamiz orqali Shir Alijon Muxtar bilan texmi yaxshi tanishishni, uning yurak so'zlarini anglashni xohlamsiz? Undaq bo'lsa, diqqatingiz davomli ekranimizda bo'lsin. 都没吃饭是吧？啊，手软脚软。他16号在家打着，你们打多少人了？防到最后一秒了，还让他出手。Shir Alijonning qasonlar so'lab. Men shaxsan o'zim shu basketbol sohasida Adil akadan keyin shu kishilarimizga bakrak ta'sir qo'zg'agan mayirning siz deb qarayman. Endi shu basketbol sohasiga nima sabablardan kirib qoldingiz? Ya'ni shu basketbol qanaqa qiziqib qoldingiz? Shaxsiy so'zlab berasiz. Men kichik vaqtimda lekin meniki o'tkilarim apam ana shu apam shu basketbol mayiri. Men kichik vaqtimda shu apamdan top o'ynaganimni mendan bir o'rinda o'ynaydi opam bu. Shuning bilan u mashq qilgan vaqtimda men evaldi. Men shu televizorda shu o'yinni shu bir e'lonni ko'rib qilib, undan keyin apam kun top o'ynagan ekan, shunda taxmin qiziqib, shunda basketbol qiziqardim. Undan bo'lganda shu kasbiy basketbol sohasiga necha yillar vaqtingiz kirgan? 14 yoshlar vaqtida boshlab qo'yman shu. O'sha basketbol sohasida utuq qozongan vaqtingizgacha bo'lgan oraliqda qanday qiyinchiliklar to'solg'ilarga uchrab qolgansiz? Avvalda shu tanlaganda kasbiy mashq qilgan shu sinf tanlagan chog'da unda mashqni unda japoliq degan ma'no uchun unda mashq qilmoq kerak. Shu o'zim mashq qilib turgan bir yil yaqin. Ularda mashq qilmay ashuna qiyinchiliklar uchragan vaqtingizda jabba chekkan vaqtingizda voy bo'ldilar qilmaychi bu ishni deb o'ylab qolgan vaqtingiz bormi? Ya unda vazgeçishlar yo'q. Men aşağıdaki men kasbiy yashaylik sinfimni yetgandan lakin o'zimga aşağıdaki men taxmin tirishib shu bir yilning ichida shu bo'g'larniki yoshlar komandasi bor. Shu yoshlar komandasiga ularga bir yil birinchi komandaga ularga go'yoq komandasiga shu adam shu undagicha aşağıdan plan tuzib qo'ygan. Ansam shu yaqinchilar Shir Alijon o'smirlar basketbol mashq bazasini quribsiz. Mening bilib boqqim kelyotgandim shu nima sababdan endi bunaqa qilishni o'ylab qoldingiz? Bizning qatqan jafolarni mumkin sharaflar yana kasbiy tenderlarni yo'q ashlarni o'zim o'ylab ishtiroq bo'lsin. Shu 2013-yili Cho'lponlar basketbol musobaqasidan 3 nomorli to'p etish turida chempion bo'ldingiz. Shu hayajonli minutlarni bizga bir eslab bergan bo'lsangiz. U chog'da men Cho'lponlarlik musobaqasida qatnashgan. Fursat bo'lgan keyin o'zim mashq qilib, chuqur shu chempionlikka men erishim deb o'zimga kunlik mashq qilib boshlandi. Shu bir oy burun o'zim tayyorlab qilgan. Demak, japanatiga rahat. Yana davomli shunday mashqlarni qilsangiz, salomatligingiz yaxshi bo'lsa, keyingi musobaqalarda yana davomli chempion bo'lasiz. Shu keyingi arzu-armanlaringiz, planlaringizni shu ko'ruvchilarimiz bilan o'rtoqlashib qolasiz. Mening keyingi planim endi yosh o'smirlar basketbol klubida endi shu mamlakatga endi odamlar mamlakatga deymiz tunurdek o'zimizning shu yosh o'smirlarni tarbiyalab chiqamiz. Undaq bo'lsa, shu basketbol sohasida yanada yetishib chiqayotgan notalarga yana qanday arzu-umidlaringiz bor? Shu to'g'risida so'zlab berasiz. Endi shu ota-onalar shu yosh o'smirlar ota-onasi deydigan gapimda. Shu yosh o'smir kichik bolalarni endi hiç vaqtida lakin o'ynashdimi, ularga turmushdan tarbiyadimi, taxmo tanqid o'ynashlarni qilib tarbiyani qilib. Yosh o'smirlarga o'zinglarningki tirikchilik bilan irada bilan yapqanlardan shu oxirgi shu tershib davomlashtira olsanglar endi chuqur qilibsizlar. Qimmatli vaqtingizni qirg'izistonda qabul qildingiz. Yana bir qatim rahmat. Endi buningdek keyingi ishlaringizdan o'ngishli yo'llaringizning ochiq bo'lishini, tuningizning salomat bo'lishini umid qilaman. Rahmat.